Так, o'rtoqlar, yana bitta Duology seriyamizni Против perxiti shampuni. Judayam bu lechebniy, zo'r. Perxit qachon o'zi sochlarda paydo bo'ladi? Qachonki bosh shamollasa yoki bosh yog'li bo'lsa. Yog'li sochlarni agar boshinglarni quruq bo'lib turib, agar tez bosh yuvadigan odatinglar bo'lsa ham, unda bu bosh terisi shamollaydi yoki bo'lmasam ko'p tez yog'lanadigan bo'lib qoladi. Agar boshinglarni yuvib ko'chaga chiqib ketib qolsanglar ham bosh terisi shamollaydi. Ana shunaqa holatlarda boshda qazg'oq paydo bo'ladi. Неправильный уходda и shamollatganda. Ну, естественно, yog'li sochlarimiz o'zida ham perxit bo'lib turadi. Ana shu anaqani muammoni hal qilish uchun bu seriya ishlab chiqilgan. Именно против perxiti bu faqatgina qazg'oq tozalamay, bosh teringlarni o'sha qazg'oq ishlab chiqarishda muammosini topib turib, hal qilishga yordam beradi. Effekti уже birinchi ishlatganinglardan sразу bilinadi. 90 mingdan chiqqan edi bu skidkada. Atak o'zi narxi 170 ming narxi. Hozir skidkada 90 mingdan chiqqan o'rtoqlar. Sroklarini ko'radigan bo'lsak, iyun 2027-yilgacha 250 mg. Effekti juda zo'r, ishlatib ko'rilgan, bu sinovdan o'tgan o'rtoqlar.